Prezidentimizni 2026-yil 26-dekabrda butun O'zbekiston xalqi qilgan murojaati o'sha 1 yillik taraqqiyotimizning strategiyasini belgilab berdi. Endi prezidentimiz bu ma'ruzada asosiy e'tiborini mahallaga qaratdi. Shuning uchun ham yil nomini mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish degan yil nomini belgiladi. Bu muhim g'oya. Mana shu muhim g'oya tevaragida demak o'sha mahallani rivojlantirish asosida davlatni yuksaltirish mumkin ekanligi g'oyasini ilgari surdi. Endi juda ko'p narsalar mahallada o'z yechimini topish kerak. Buning uchun mahalla ahli xalqi bir-birlari bilan ahil, do'st, birodar munosabatda bo'lib yashashi hamda o'sha yuzaga kelgan muammolarni birgalikda yechish imkoniyatini shu hal qilishlari zarur. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, o'sha mahalla taraqqiyotini ta'minlash uchun prezidentimiz shunday g'oyani ilgari surdiki, birinchi galda mahallada demak servis xizmatini yaxshilash. Qanchalik o'sha servis xizmati yuksak darajada joyiga qo'yiladigan bo'lsa, demak o'sha haligi odamlarning vaqti ham ko'p bo'ladi, kitob o'qishga imkoniyat, dam olishga imkoniyat, kino ko'rishga imkoniyat yuzaga keladi, sog'lig'iga e'tibor berishga imkoniyat yuzaga keladi. Shuning uchun ham qanchalik o'sha haligi nimada mahallada shu servis xizmati yaxshilanib borilsa, demak haligi mamlakatimiz taraqqiyoti shu darajada yuksalib boradi.